Nega aynan shu 50 kilometrli suv hududi butun dunyodagi eng xavfli nuqta hisoblanadi? Bu Hormuz bo'g'ozi. Bu kemalar uchun Fors ko'rfazidan Ummon ko'rfazi orqali ochiq okeanga chiqish mumkin bo'lgan yagona yo'ldir. Fors ko'rfazi 8 ta davlat bilan chegaradosh: Eron, Iroq, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Ummon. Ulardan 4 tasi Kuvayt, Qatar, Bahrayn va Iroq uchun bu dengizga chiqishning yagona yo'lidir. Shu sababli kengligi atiga 30 kilometr bo'lgan Hormuz bo'g'ozi nihoyatda muhim hisoblanadi. Fors ko'rfazi atrofidagi yashil hududlar dunyodagi tasdiqlangan neft zaxiralarining qariyb yarmiga ega bo'lgan o'nlab neft konlarini ko'rsatadi. Jumladan yer yuzidagi eng yirik neft koni ham shu yerda joylashgan. Qizil hududlar esa dunyodagi tasdiqlangan tabiiy gaz zaxiralarining taxminan 40% ni bildiradi. Hormuz bo'g'ozi orqali dunyodagi dengiz orqali tashiladigan xom neftning 5 dan 1 qismi va suyultirilgan tabiiy gaz yetkazib berishning ham 5 dan 1 qismi o'tadi. Bu mintaqa sayyoraning umumiy energiya ta'minotining taxminan 15% ni beradi va uning katta qismi aynan Hormuz bo'g'ozi ortida joylashgan davlatlardan keladi. Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari bo'g'oz orqali neft yetkazib beruvchi eng yirik davlatlar hisoblanadi. Hindiston va Xitoy esa asosiy iste'molchilardir. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarida bo'g'ozni aylanib o'tuvchi quvurlar mavjud, ammo ularning quvvati cheklangan. Shu bois Hormuz bo'g'ozi dunyodagi eng muhim strategik tor yo'laklardan biri hisoblanadi va uning yopilishi butun dunyoni jiddiy energiya inqiroziga olib kelishi mumkin. Like bosib, obuna bo'lib